O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari raisligida Oliy davlatlararo kengashning ikkinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari 2024-yilda ta'sis etilgan Oliy davlatlararo kengash formati o'zining dolzarbligi va samaradorligini ko'rsatganini ta'kidladi. O'zaro savdoning barqaror o'sishini ta'minlash, uning tarkibini diversifikatsiya qilish va biznes uchun qulay sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Yig'ilishda yil boshidan buyon tovar ayirboshlash 4 milliard dollarga yetgani mamnuniyat bilan qayd etildi va bu ko'rsatkichni 2030-yilgacha 10 milliardgacha yetkazish maqsad qilingani aytildi. Tashrif doirasida Markaziy Osiyo xalqaro sanoat kooperatsiyasi markazi hamda 1.3 milliard dollarlik qator muhim loyihalar ishga tushiriladi. Bundan tashqari umumiy qiymati 8 milliard dollardan ziyod bo'lgan, jumladan kimyo, geologiya, infratuzilma, logistika, agrosanoat va ko'plab boshqa sohalardagi loyihalarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli sanoat kooperatsiyasi dasturi tayyorlandi. Fan va ta'lim masalalari, yoshlar tashkilotlari o'rtasidagi almashinuvlarni davom ettirish, oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi qo'shma dasturlarni kengaytirishga kelishib olindi. Shuningdek, muzokaralar kun tartibi yuzasidan bosh vazirlar o'rinbosarlari, energetika, transport va madaniyat vazirlarining hisobotlari tinglandi. Davlatlararo oliy kengashning ikkinchi yig'ilishi yakunida bir qator muhim qarorlar qabul qilindi. Shundan so'ng Ko'ksaroy qarorgohida Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayevga O'zbekiston Respublikasining oliy davlat mukofoti, oliy darajali do'stlik ordenini topshirish marosimi ham bo'lib o'tdi. Keyin esa ikki prezident ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayonot berdilar.